Men kuch-g'ayratga to'la edim. Ushbu penaltilar seriyasini jamoamga yutib berishga ahd qildim. O'yin yakuniga yetganidan so'ng birinchi zarbani yo'llash mening chekimga tushdi. Ha, men o'yin boshlanmay turiboq o'zimga o'zim shunday so'z bergandim. Bu o'yin men uchun finalga teng bo'ladi va bu kunni o'zim uchun unutilmas kunga aylantiraman. David Alaba, 19 yosh. Qo'rqinchli. To'g'risi, Madriddan to Venaga qadar yurib borayotgandek his qilgandim o'zimni. Haligacha esimda, uzoqdan yurib borardim. Butun stadion hushtak chalardi. To'g'rimda esa afsonaviy Iker Casillas turardi. To'pni nuqtaga o'rnatgandan so'ng beixtiyor o'zingni tunnelda ko'rasan. Oldingda to'p turibdi, shuningdek golkiper va darvoza. So'ngra biroz turib referining hushtak chalishini kutasan. Va bum. Shundan keyin yengil tortgandim. Yigitcha nuqtada adashmadi, barchasi joyida. Penalti tepish uchun ham iste'dod lozim. Penalti zarbalari bu aqliy yondashuv va ruhiy kuch bilan bog'liq. Lekin murabbiy sifatida ushbu so'zlarni aytishdan yaxshiroq yana nima qila olishingiz mumkin? Cristiano, sen birinchi bo'lib tepasan. Kaka, sen esa ikkinchisini. Ayniqsa, sen bu kabi darajadagi futbolchilarga qarshi o'ynayotganingda, Cristiano Ronaldo, Kaka, Sergio Ramos, umuman Realdagi barcha futbolchilar, sen ularning nima qilishini aniq bila olmaysan. Aslida u ishonch bilan zarba berishni yoqtiruvchi inson va u o'sha kun men kutgan burchakni tanlagandi. O'yin vaqti u bir bor meni aldadi, narigi burchakka tepgandi. Keyingisini yana o'sha burchakka tepmaydi deb o'yladim. Va bu to'g'ri chiqdi. Ronaldo Noyerga qarshi ikkinchi raund. Noyer seyf qilmoqda. Bu aql bovar qilmas holat edi. Baxtimga barchasi yaxshi chiqdi, sirpanib ketmadim. O'shanda men uchun xavf o'ta yuqori e'tibor markazida turganim edi. O'sha holatda maksimal aniq ishladim. Sen raqibingning oldingi penaltilarini qanday tepganini ham analiz qilasan. Yuqori klassli o'yinlar bosimli holatlarda qanday harakat qilishini o'rganasan. Bu ich-ichingdan otilib chiqadigan narsa va men bunga berilib ketdim hamda juda kuchli hissiyotlarni boshdan kechirdim. Kaka, Noyer! Manuel Noyer! Cristiano va Kaka oxirgi dekadaning eng yaxshi penalti tepuvchilari edi. Va ularning ikkisi ham adashdi. Bunga ishonish qiyin edi. Kimdir meni chimchilab yuborsin degandim. So'ngra men juda aniq va tiniq chimchilashni qabul qildim. Casillas ilk penaltisini qaytardi. Ronaldo va Kaka ura olmagandi, u esa urdi. Keyingisi men edim. O'shanda men ham hammasi silliq kechadi deb o'ylagandim. Albatta, men penaltilar tepganman va buni qilishim kerak bo'lgan ishlardan biri deb bilaman. G'oyam yomon emasdi va men haligacha buni yaxshi g'oya edi deb bilaman. Casillas ertaroq sho'ng'ishini bilardim. Shu sababdan markazga o'rtacha balandlikda tepishni tanladim. Bu o'ta yomon zarba bo'ldi. O'ta yomon. Hamon masala ochiq qolmoqda. Barchasi o'z qo'limizda edi. Avvaliga Toni adashdi, keyin esa men. Barchasi rasvo bo'ldi deb o'yladim. Keyin Sergio Ramos chiqdi. Qani olg'a, men bu o'yinni yutaman. Cristiano uradi, Kaka uradi, Sergio Ramos uradi va Xabi Alonso uradi. Ehtimol 5-zarbagacha yetib kelarmiz va 5-chi balki u tepishi shart bo'lmas, balki biz yuqoridagi 4-ovlonning gollari evaziga g'alaba qozongan bo'larmiz. Men esa adashdim. Keyin Bastian Schweinsteiger yo'lga chiqdi. Bunday finallar futbol karyerangda kam uchraydi. Mavsum uchun asosiy maqsad nima ekanligini hamma bilardi.
Uli Hyonnes aytganidek, may oyida Chempionlar Ligasi finali Myunxenda bo'lib o'tadi va biz o'sha yerda bo'lishimiz kerak. Bu haqida o'ylaganingda, Lam shu yerdan chiqqan, Schweinsteiger shu yerdan, Müller shu yerdan chiqqan. Ularning barchasi ushbu shahardan. Final tajribasini jonajon shaharda olish, shahrining vakili bo'lib chiqish bu boshqacha hissiyot beradi. Orqa fonda 90-95% oq liboslar ko'rinib turardi. O'shanda men rostdan ham, bilasizmi? Menda ishonch bor edi. Ayniqsa Bastianga ishonchim o'ta yuqori edi. Bilardim, u vaziyatni hal etardi. Bilib turibman, agar urolsam, biz Myunxendagi finalda o'ynaymiz. Agar u ursa, Bavariya 19-may kuni Myunxenda Chelsiga qarshi maydonga chiqadi. Shvayni olg'a. Schweinsteiger! Bavariya UEFA Chempionlar Ligasi finalida. O'z stadionimizdagi finalda o'ynashni eplaganimiz ajoyib hissiyot ulashgandi. Basti golni urdi. Bizning muxlislar yuqori burchakdan ko'rinish berib turardi. Va biz markazdan aynan ular tomon yugurgandik. Siz o'shanda birinchi va oxirgi bor o'yindan so'ng yig'laganman degandingiz. Ha? Albatta, men buni maydonda emas. Albatta, kiyim almashtirish xonasida ham emas. Mashinada, uyga qaytayotganda qilganman. Men uyga yetib keldim. Va shu zahoti Jorge Mendeshga qo'ng'iroq qildim. Hamda menga bir yaxshilik qil. Krishtianuning uyiga bor. Chunki u o'ldi dedim. Men ham o'lib bo'lgandim. Lekin buni qilishim kerak edi. O'zingni tayyorla, ko'z yoshlaringni yo'qot va Krishning uyiga bor. U ham men kabi og'ir holatda ekanligi aniq edi. Bu aqldan ozdiruvchi holat edi. Biz ehtimol eng kuchli jamoani yengib, final tomon yo'l olgandik. To'p darvozadan joy olgan vaqtda avvaliga men Manuel bilan nishonlashni yoddan chiqardim. Men unga e'tibor qilmadim. U yonimdan o'tib ketdi va chiroyli sariq tanasini ko'rsatib yurgandi. O'sha payt barchasini tarixga muhrlab qo'yishimiz muhim edi. Ha, to'pga borayotib bir muddat jasoratimni yo'qotib qo'ydim. Keyin uni qayta topib barchasini hal etishni epladim. Hozirgidanda yaxshiroq holat bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Biz jinni bo'ldik. 120 daqiqa qanday o'tganini bilmayman, biroq hozir 7-osmondamiz. Bunga qanday erishganimiz va bugungi kun hech qachon unutilmaydi. Bu sizga nimalarni anglatadi? Hamma narsani. Shubhasiz, bu karyeramdagi eng zo'r holatlardan biri edi.